Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Patrul inspektor Saftor Ashirov bo'laman. Yaxshimisiz? Familiyam Ashirov, ismim Alisher akajon. Hujjatlari joyidami aka? Joyda. Me'yoriy hujjatlar sani bor, hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatdim akajon sizni. Bodi kamera zavodmi? Bodi kamera zavodmi? Hop. Ogohlantirmadingizmi? Yo'q, endi aytaman kuni. Ichki ishlar organlari to'g'risida qonunning 8-moddasiga asosan sizning hujjatlaringizni tekshirib olaylik. Bo'ldi. Mana udasirini ham ko'rsatishim kerakmi? Guvohnomangizda. Guvohnomamni? Charchamayapsizlarmi? Kech bo'lganda. Mehmonimiz o'tdi. Ismim Alisher akajon. Hozir. Sizni ko'rganman, kuzatib boraman. Bo'pti. Qani? Nega kuzatib boraman? Yomon qonunni gapirib qo'yasiz. Ha? Yo'q, e'tibor berdim. Shu o'sha narsa bo'yicha tortishganingizni ham eslayman. Eslaysiz, u xodim ko'rganmisiz? Mumkin emas deyapti. Men qaror aytib bera olmam, mumkin emas deyapti. Ko'rganman, ha, juda nima deydi, oxirida akangizni trash olib borganingizni ham ko'rganman. E'tibor berganman, juda haqiqatan o'qib chiqqansiz. Ham berdim men sizga. Yaxshi qoling. Charchamang. Sog' bo'ling.